Sichqon kelamiz. Shu. Chopamiz. Qo'shdi. Mana kavakka kirdi. Mana shunaqangi sichqon kelamishlar. Eshitib, kavakka kirib meni poylayapsan. Agar o'sha bo'lsam chop tashlayman. Bugundan keyin meni tomimga kira olmaysan. Nimaga deyapsanmi? Kavakka kirib olib turib, qara, men tomimga mana qancha pedalon bos qilyapman. Endi quruq qumursqa bo'ladimi, sichqon kelamish bo'ladimi? Endi kira olmaydiganidan bo'ladi. Qishki kunida issiq bo'ladi, yozgi kunida salqin bo'lar ekan. Loylon bosdan yengil bo'lar ekan. Loylon bosni ko'rdingiz, sichqon kelamish kirib uqalanib yotibdi. Eng zo'ridan bo'ladi. Farg'onaning oltariqdan usakalarimiz zo'r qilib pedalon bos qilib beryapti ekan. 5 sm qalinligini, materiali usta ham yo'q ichida, ya'ni 35 ming so'mdan qilib beryapti ekan. Agar 7 sm qalinlikda bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'mdan. 10 sm qilib bering menga zo'ridan bo'lsin deganlarga 45 ming so'mdan vodiy bo'ylab qilib berar ekan. Sizdan talab qilinadigan narsa to'sinni tashiysiz, vassalarini terib, zardo'l urib bersangiz bo'ldi. Akalarimiz zo'r qilib materiallarni olib kelib o'zlari yozib turib, pedalon bosdi qilib berar ekan. Eng qizig'i mana bunaqangi kichkina to'sin tashlasangiz ham ko'taradigandan bo'ladi. Bir kunda 150-200 kilometrgacha